Alloh shunday mevalar va sabzavotlar yaratganki, ularning shakli o'ziyoq qaysi a'zo uchun foydaliligini ko'rsatadi. Qarang, birinchisi qo'ziqorin. Uni kesib qarasangiz, ichi quloq shakliga o'xshaydi. Ajablanarlisi shundaki, qo'ziqorinlar haqiqatdan ham eshitish qobiliyati uchun juda foydali. Ikkinchisi sabzi. Uni kesilgandagi ko'rinishi ko'z mevasiga o'xshaydi. Bejizga emaski, sabzi ko'rish qobiliyatini mustahkamlaydi. Uchinchisi uzum. Uzum shingillari o'pka alveolalariga o'xshaydi va u nafas olish tizimi salomatligini saqlashga yordam beradi. To'rtinchisi yong'oq. Uning shakli inson miyasiga ajoyib darajada o'xshaydi va u miya faoliyati hamda xotirani mustahkamlaydi. Beshinchisi pomidor. Uni yarmiga bo'lganda yurakka o'xshaydi va haqiqatdan ham yurak qon tomir tizimi salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Oltinchisi loviya. U ko'rinishi bo'yicha buyrak shakliga o'xshaydi va ularni mustahkamlashda foydalidir. G'arbda bejizga buyrak loviyasi deb atalmaydi. Darhaqiqat, Allohning har bir yaratgan narsasida tafakkur qiluvchilar uchun